shu Yan Diomende degan bola yaxshi bola chiqmadi-da. Boshida Liverpool unga qiziqishni boshlaganida men Liverpoolda o'ynashni orzu qilardim yoshligimda. Menga Liverpool jamoasi yoqadi degan narsalarni gapirdi. Qaysidir ma'noda Liverpoolga o'tishi, transferni tezlatish uchun unga PSG qiziqishni boshlaganida bo'lsa, men PSGda o'ynashni xohlardim, PSG jamoasi menga yoqadi degan ikki xil gapli, qanaqadir o'zini noto'g'ri bo'lgan pozitsiyada ushlab turibdi. Hozirgi paytda bo'lsa PSG unga ko'proq qiziqib, PSG ko'proq pul bermoqchi va shunga ham u yana ham men PSGni yaxshi ko'rardim, u yoqda PSGga paxtala qo'yapti. Shunaqangi endi asta qo'yaverasizlar. Men hayronman. Yan Diomende, sen ko'proq pul topishni xohlaysanmi yoki maza qilib karyera qilishni xohlaysanmi? To'g'ri, PSGda ham zo'r karyera qilayotganlar bor, lekin bu uzoqqa cho'zilarmikin degan savol ham bor. Yaxshi o'ynab turgan futbolchilarni yirik klublar olib qo'yishi mumkin. Misol uchun Kvaratskheylani, Dizere Due, boshqa futbolchilarni kattaroq klublar, Real, Barsaga o'xshagan klublar olib qo'yib, qaysidir ma'noda PSGni sochib yuborishi mumkin. Buni bilib bo'lmaydi. Balki bo'ladi, balki bo'lmas. Shuning uchun ham men o'ylashim bo'yicha Yan Diomende ko'proq Liverpoolga kelgani yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.